Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Bosh prokuratura bilan hamkorlikda yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'yicha respublika shtabi a'zolari ishtirokida yoqilg'i energetika sohasida davlat nazoratini takomillashtirish masalalari mavzusida qisqa muddatli o'quv kursi o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Davlatimiz rahbarining tegishli topshirig'i bilan yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'yicha respublika va hududiy shtablari faoliyati yo'lga qo'yildi. Yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va talon-taroj qilish holatlarining oldini olish choralarini ko'rish mazkur shtablarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Huquqni muhofaza qilish akademiyasida tashkil qilingan qisqa muddatli o'quv kursida ushbu shtablarda faoliyat olib borayotgan Ichki ishlar vazirligi, O'zenergoinspeksiya, O'zneftigaz, milliy elektr tarmoqlari, issiqlik elektr stansiyalari, hududiy elektr tarmoqlari va hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatlari mutaxassislari hamda oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilariga malakali mutaxassislar tomonidan nazariy va amaliy mashg'ulotlar olib borilmoqda. Maqsad ushbu ishtirokchilardan murabbiylar jamoasini shakllantirgan holda hududlarda, tuman shaharlarda tashkil etilgan shtab a'zolarini kasb hamda malaka ko'nikmalarini oshirish. Xususan, tashkil etilgan o'quv seminar mashg'ulotlarida asosan energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish, talon-taroj qilish holatlarini oldini olish, energiya resurslarini iqtisod qilish, energiya resurslarini ishlab chiqarish, taqsimlash hamda iste'molchilarga yetkazib berishdagi yo'qotishlarni aniqlash hamda oldini olish choralarini ko'rish borasidagi mavzularda ko'nikmalar beriladi. Mazkur kurs natijalariga ko'ra tinglovchilar orasidan murabbiylar jamoasi shakllantirilib, guruhlarga bo'lingan holda hududiy va tuman shahar shtablari a'zolarining malaka hamda kasbiy ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan sayyor seminar mashg'ulotlari tashkil etilishi rejalashtirilgan.